And where you from? From here. Oh, really? MashaAllah. So Tashkent This or part other my country? homeland. Which part of Uzbekistan? You're from Tashkent? No. Sirdarya. Egypt. Samarkand. Sirdarya. What's your name? Hiba. Eva? What's your name? Rashida. Rashida? Burshida. Furshida. Okay, mashallah. Your opinion on my homeland? Yeah, sure. I'm very happy. I was dreaming of coming for 10 years. 10 years. And subhanallah. Did you leave? I just came. Today morning. And when I go to the masjid, the side, I make the sujood shukr. That Allah brought me here. MashaAllah. Ziyad karna suna ziyad. Please. Gel. Geldin mi? Gel. Boramiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaqinroq kelib olamiz. Naushniklar tarqatamiz. O'ng quloqqa taqib olamiz. Biletlar kerak emas. Hammaga eshitilayotgan bo'lsa, zinadan yuqoriga ko'taramiz. Kiyimlarimizga to'y bo'lamiz, zinadan chiqishdan olamiz. Men sizlarning 2 soatlik gid hamrohingiz bo'laman. Dadaxon, savollaringiz bo'lsa, yo'l davomida berishlaringiz. Hop. Orqadan olib qo'yaman. Geliyorsun. Ananı atrofga bak. Ve 9 Eylül'den işletmelik kesimler, bir marotaba tashrif buyurdi. O'tgan yil mobaynlarimizda 5 marotaba va 2026-2027 mart sanasida bahoridan bir oshxon o'rtasida 2026 islom olamidagi ilk asosiy tashrifga ega birinchi va biz turgan zalimiz bo'lsa shon sharaf zali deb nomlanadi. Bu yerda Dunyo keng, unda turli xalqlar, elatlar yashaydi. Ular turli dinlarga e'tiqod qiladi. Kimki qadimgi mutaxassislar bilan hamkorlikda eng mayda toshlar ularning soqol qismlaridan ishlatilgan va 110 xildan ortiq turdagi rangdagi toshlardan bo'ladigan 5 ta zalimiz mavjud. Ulardan birinchisi Islom Muhammad
sivilizatsiyalar deb nomlanadi. Qadimgi davrdan to milodiy 8-asrgacha qarashadi. Undan keyin bo'lsa birinchi renessans 8-asrdan 13-asrgacha davom etgan. Keyingi davr bo'lsa ikkinchi renessans 14-asrdan 20-asrgacha davom etgan. Undan keyin yangi O'zbekiston yangi renessans va oxirida Qur'oni Karim zaliga kiramiz. Yana bir bor eslatib o'taman, ismimda Dadaxon, savolalaringizga davom etishlaringiz mumkin va ogohlantirib o'taman. Guruh bilan birgalikda yurishimiz kerak, ajralib ketmaslik. Siz bu yerda Navoiy viloyati Sarmushlar fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Oyoqqa ishlangan suratlar. Dekoratsiya o'rnatilgan. Davrda yashagan odamlarning turmush tarzi, mehnat faoliyati, ov va mehnat qurollari, kiyim-kechaklari haqida ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Tosh davrining o'zi ham bir necha qismlarga bo'linadi. Tomdan topilgan va rasmli yozuvlar soqolga ishlangan bo'lgan. Mana bunday bilaguzuk va ustunchalardan namunalarni ham va hukmdorning tasviri yoki yozuvlar ishlangan. Ba'zi tangalarning o'rtasi bo'lsa teshik holatda ishlangan, mana bunday tarzda. Yo'qotib bo'lmaslik uchun video kesib o'tkazib yurishgan. insoniyatning ma'naviy yozuvlar qadimgi Xorazmiy va Tuqiy heykelchilar bizda buddaviylik, nasroniylik, mana bu mabud va va Amudaryo xazinasidan namunalar yaqinroq kelib olamiz. Burada bo'lib turgan barcha tilla taqinchoqlarimiz sof tillardan qimmatbaho toshlardan ishlangan. Mana bu bilaguzukka qo'chqorning tasviri ishlangan. Mana bu bo'yinga osiladigan tabiati va boshqa narsalar. Oysun etaklarida joylashgan va baland tepalik ustiga qurilgan qo'rg'onzor. Mana bu yerda aholi yashagan bo'lsa, bu yerda hukmdorning qasri bo'lgan. Bu yerdan eng qadimgi sopol vannalar topilgan. Miloddan avvalgi 4-asrga tegishli. Yoki Baxtriya chavandozi. Bu Surxondaryoning Xolchayon degan hududdan topilgan. Baxtriyaliklar otning ustida turib kamondan o'q uzishda juda ham mashhur bo'lgan ekan. Ya'ni ot yugurib ketaveradi, orqasiga qarab kamondan o'q uzishgan. Va ulardan biri bu yerda bo'lsa bir Baxtriyalik qolgan. Roxana, Ruxshona yoki Ravshanak nomlari bilan uchraydi. Bu yerda birgalikda yashagan, keyinchalik Aleksandr Makedonskiy Osiyoga bo'lgan yurishlarini ana shu yerdan davom ettirgan. Va bu yer prezidentimizning tashabbuslari bilan 2019-yilning avgust oyida Retvlasi boshchiligidagi arxeologiya guruhi tomonidan topib o'rganilgan va isbotlangan Oks Aleksandriyasi ekanligi. Budda, Buddhist va yoki Devatani haykallarini ko'rishingiz mumkin. Yuqorida Kushan hukmdori Kanishani tangasida qoldirilgan. Kanishka Shimoliy Hindiston
qadimgi Xorazmning Ahchaxon qala devoriy suratlari hukmdor saroyini ana shunday tarzda bezash o'sha davrda urf bo'lgan ekan. Yoki ayol haykalining tana qismi, erkak haykalning bosh qismlari saqlanib qolingan. Dubulg'a, qilich xanjarlaridan namunalar. O'sha davrlarda xanjar akinak deb nomlangan. Jangovar oybolta bo'lsa sagaris deb atalgan. Oyog'imiz ostida bo'lsa Tuproq qala. Hozirgi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan, baland devor bilan o'ralishdan tashqari atrofi suv to'ldirilgan hamdaq bilan o'ralgan va yo'q, ma'lum qismlari saqlanib qolingan, to'liq saqlanmaganlar va Xorazmda har bir qal'aning atrofi ana shunday suv bilan o'ralgan bo'lgan. Bu xavfsizlik vazifasini bajargan. Mana bu yerda osmon jismlarini kuzatadigan texnikasi bo'lgan. Va bu yerdan eng qadimgi kalendar va hududlarga olib borib tashlashgan va o'sha yerda qoldirishgan. Yovvoyi hayvonlar va qushlar go'shtini yeb ketgandan so'ng suyaklari qoladi. Suyaklarni yig'ib kelib ana shunday suyaklarni va yuqorida ko'rishingiz mumkin bir video namoyish qilinadi. Ular og'izlarini niqob bilan yopib olgan, olovga nafas o'tmasligi uchun. Chunki olov muqaddas hisoblangan. Ya'ni o'z zartushlikda 4 unsur muqaddas hisoblangan. Olov, suv, yog', havo va olov o'chib qolmasligi uchun doimiy ravishda o'tini yoqib turishgan. Hindiston, yasha. Paxtaning vatani Hindiston, shaftolining vatani bo'lsa Xitoy hisoblanadi. Mana shunday turdagi mahsulotlar bir hududdan ikkinchi hududga qadimgi savdo yo'llari orqali olib o'tilgan. Va u savdo yo'llaridan biri Buyuk Ipak yo'li. Ichib olamiz. Buyuk Ipak yo'li sharqqa videoga tushinglar. Quruqlikda karvonlarda tuyalardan foydalangan bo'lsa, Suriya yo'lidagi o'tgandan keyin Rimgacha yetib borgan. Ma'lumot bor. Qavatdan iborat bo'lgan. Pastda arzonroq turdagi mahsulotlar sotishsa, yuqorida faqat qimmatbaho narsalar sotishadi. Charm, teri, qog'oz, gandar, zargarlik buyumlari va boshqa narsalar. Bu yer bo'lsa an'anaviy so'q bozori videosi. So'qdiylar ustasi sarang savdogar ham bo'lishgan ekan. Hatto Xitoyda ularning alohida mahallari masalari bo'lgan savdolarga. Hektar maydonni egallagan. Afrosiyob Lekin bu Demek bu Sirdaryo, holla. Güzel.
yaxshi so'z, yaxshi amal bilan ko'rinadi. Muqaddas ono, mehnat va sabr bilan asarlangan va u hech qachon so'nmadi. Bu tuproqlarda inson haqiqatini Marhamat to'qimada karvonlarning orqasidan karvon saroylariga yetib boradi. Havo orqali taralayotgan ziravorlar mehmonlarni o'ziga chorlaydi. Har qadamda ularning ro'yasi va savdo qog'ozlari bir-biriga aralashadi. Bu betakror bozorlar dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarning madaniyatlar, e'tiqodlar va dostonlarning chorrahasidagi yurak urushi. Savdo yo'llari madaniyatlarning izlari bilan bezatilgan. Mehmondo'stlik, bo'lishish va cheksiz sayohatlarning ramzi hisoblanadi. Urug'da yangi sarguzashtlar kutmoqda. Tuya karvonlari savdolari, qum bo'ronlarining narigi tomoniga cho'zilgan sarguzasht davom etadi. Eshiklar o'rtada, tosh devorlar ustida ming yillik dostonlar chopiladi. So'q diyorning freskalari o'tgan Şahmatı. va Markaziy Osiyoda son bir davlatlar hisoblanadi. Buxoro poytaxt bo'lgan Ismoil Somoniy tomonidan otasi uchun bir maqbara Bu tarafga o'tib ketmanglar dedi bolalar. o'rtada bo'lsa siz ko'rishingiz mumkin Mag'oki Attoriy masjidi Buxoro shahrida joylashgan. Manbalarga ko'ra, islom kirib kelganida masjid mavjud bo'lmagan. Zardushtchilik ibodatxonasini buzib, o'rnida masjid bunyod etishgan. Keyinchalik qoraxoniylar davriga ma'noni anglatadi. Buning poydevori yer sathidan 5 metr pastda qolib ketgan. Attoriy bo'lsa yaqinda Rabot tumani, Namoz viloyati Karvon saroyi. Karvon mana shu otlar va piyodalikni alohida qismlar mavjud bo'lgan. Mana bu qismlarda keksalar gulxanlar yopilgan karvonlikdan adashmay topilish uchun mo'ljallangan. Har bitta gumbaz ma'lum xonani bildirgan. Agar gumbazlari katta bo'lsa, lyuks xonalarni anglatgan. Va buning kirish peshtoqi bilan mana bu gumbazlik qismi saqlanib qolgan qismi
Selçuklu Türklerning hukmdorlik ramzi. Mana bu tomchilarning pastiga qarang. Ana shu tomchilarning pastida, o'rtadagi tomchilarning pastida ikki boshli burgutning tasviri ishlangan. Hozirda ko'p davlatlarning gerblarida mavjud. Selçuklu Türklar g'arbda ham sharqda ham ulkan davlatlarni egallagan. Hududlarni egallagan va ikkala hududni ham idora qilgan. Keyingisi bo'lsa Qusamiya madrasasi. Bilamizki, payg'ambarimizning amakivachchalari sahoba Qusam ibn Abbos roziyallohu anhu bizning hududlarga kelgan, dinni kengaytirish maqsadida va Samarqandda vafot etgan. Bu yerda bo'lsa Shohizinda degan majmua mavjud Samarqandda va u yerda u kishining 19-asrda Usmonli sultonligi Sulton Mahmudxon davrida tayyorlangan 1818-1819 xalq orasida baraka ramziga ega. Ramadan ekan, onu yok şu. Saudiya Arabistoniga qarshi olib qo'yiladi. Va yaqinda 16-sanada ham Ka'ba qo'shni almashtirildi. Yangisiga eskisi bo'lsa qismlarga bo'linib, obro'li, e'tiborli, hurmatli joylarga yoki shaxslarga sovg'a Afsuski bizning davrimizgacha saqlanib qolinmagan 1228-yilda mozorlar istilasi natijasida bu yil buzib tashlangan. Xorazmiy barcha olimlarning mudarrisi, direktor lavozimini bajargan bo'lsa, Farg'oniy Misrning Nil daryosining g'arbi oroliga joylashgan Mo'min qurib takomillashtiriladi. U shimoliy insoniy yoki sharq arasi ishg'ollar bilan atalgan. Manbalarga ko'ra 70 dan ortiq tillarni bilgan ekan Farabiy. Fozil odamlar shahri tirik mavjudotlarning organizmlari yoki Arastuning metafizika asariga sharh yozgan. Kechasida jilddan tayyorlangan. Bu yerda Ibn Sino va Beruniy kabolarni faoliyat ko'rsatgan. Ibn Sinoning asarlari 12-asrdayoq lotin va ibroniy tillarga tarjima qilingan. 17-asrgacha Yevropa tibbiyot universitetlari darslik sifatida foydalanib kelgan. Yuqorida bo'lsa Beruniy tomonidan Shimoliy yarimshar o'sishni yasagan, lekin uning asarlari asosida figonlar qaytashlagan shaklini ko'rish Beruniy Blues va dunyo xaritalari. Bu yerda birinchi xarita Beruniyning Ma'mun akademiyasiga tegishli. Xaritalar ularni teskari sharqiy tomonga qarshi. Xarita Ma'mun akademiyasiga tegishli dunyo xaritasidan keyin yangi bosqichga olib chiqishga harakat qildim. Lekin bu ilmlar kelajakda qanday rivojlanishini bilish menga nasib etmagan. Chunki men o'z davrimda yashab o'tganman va hozirgi zamondagi yoshlar haqida ma'lumotga ega emasman. Shuning uchun sizga kelajakdagi rivojlanish haqida maslahat bera olmayman. Ammo har doim haqiqatni izlash, mantiqiy fikrlash va ilmiy asoslarga tayanish orqali har qanday masalani yechish mumkinligini unutmasligingizni tavsiya qilaman. Davom etamiz.
Samarqand yaqinidagi Mo'g'ul qishlog'ida tug'ilgan va Samarqandda ilm olgan, quyida fiqh ilmi bilan shug'ullanib, Kitob at-Tahbib Tabilat ahli as-Sunna nomli asarda yozib qoldi. Abu Hanifa, ya'ni Hanafiy mazhabini keng rivojlantirib, Samarqand viloyati shahrida joylashgan maqbaralarning maketi 60 gektarlik maydonni o'z ichiga oladi va buning qarshisida Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot Buxoriy Bag'dodga borganda 10 ta muhaddis tomonidan sinov qilingan ekan. Savol-javob Termiz yaqinidagi bu qishloqda tug'ilgan. Sunan Termiziy hadislar to'plamida 4000 dan ortiq hadis jamlangan. Kitob ash-Shamoil an-Nabaviyya asari bo'lsa payg'ambarimizning siratlariga bag'ishlangan. Olsun bulması. Sunan ad-Doimiy asari hadisshunoslik va Imom Muturidi u aql Bag'doddagi Baytul Hikma ulkan ilmiy markazga aylandi. Bu yerda Muhammad Xorazmiy o'nlik sanoq tizimi va al-Jabr va muqobala asari orqali algebra asoslarini yaratgan. Ahmad Farg'oniy bu sayyaralar harakatini 7-asr boshlarida Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan islom ta'limoti insoniyat tarixida yangi tamazzul eshiklarini ochdi. Markaziy Osiyo zamini islomdan oldin ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ Long. inşaatlar ve ilmi işlerge oid masraflarımızı
siz aytgan biz qaysi davr va qaysi shaxslarni anglatishni mavzuni o'zgartirib adabiyot yoki tarix haqida suhbatlashamiz. Zaten. Darvishlarga ovqat berishda yoki toliqlarni yeyishda foydalanilgan. Va o'sha davrda bilanki shoxlarni tez-tez zaharlashdan so'ng ovqatlarga va ichimliklarga zaharlar qo'shishgan. Mana bunday idishlarga solgandan nefritning rangi o'zgargan. Ular shu tariqa o'zlarini zaharlanishdan asragan. Bu Avrangzeb olamgirga tegishli. Yoki Qur'on oyatlari va duolar bitilgan xirqa. Ko'ylak paxtadan tayyorlangan. Humoyun Mirzo yoshligidan tez-tez kasal bo'lib qolgan ekan va o'sha davrda ana shunday ko'ylaklar kiygizilish boshlangan ekan. Bo'lganligi uchun ularning savkili bosh kiyimi va ko'k ko'ylagidan ma'lum bo'lishlari uchun yuqorida Muhammad Shayboniyxon Buxorodagi Shayboniylar sulolasining asoschisi va Bobur bilan jang qilgan. Bobur keyinchalik Afg'onistonga Kobulgacha kelgan. Ilm oling, vatan taraqqiyotiga hissa qo'shing. Masalan, mashhur g'azallari qo'shiq qilib ham kuylangan. Fig'on kim gardishi davron ayirdi shoh suvorimdan. G'amim ko'p ey ko'ngil, sen bexabarsin oxizorimdan. Yoki Anor Chistoni ulna gumbazdir. O'zbekiston tarixi buyuk mamlakat, buyuk sivilizatsiyalar vatani, buyuk kashfiyotlar mamlakati, Markaziy Osiyoning yuragi, dinlarning beshigi, ma'naviy an'analarning yuragi, sharq va g'arb uchrashgan joy. Bu yerda g'oyalar tug'ildi. Bu yerda ilm yuksaldi. Bu yerda dunyo tarixi yaratildi. Bugungi kunda davom etayotgan buyuk tarix. Mamlakat rahbari xalqni yangi buyuklikka yetaklamoqda. Yangi uyg'onish davri. ilhom muhtojim. 25 yildan beri shu mahallada raislik qilyapman. 3 farzandim ham shu yerda oilali. Markazda bo'lsa
Gelişmek üzere. Nasıl? Hol bizni zominda. Ana. Bizni zomin ana. Ana ko'rdingmi? Biz zominda. Romanımız var, romanı topşirib ketamiz. Bosh muzeyda shug'ullanamiz. Ber, naushnik topshirib ketamiz, hurmatli mehmon. Şey bana. Daha da bir şey
hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Shuningdek, shouimiz o'z foyasiga xizmat sekanslar bilan On dörtten. Thank you.